Biz 90-yillar bolalarimiz va biz ota-onamizga gap qaytarish yodi tursin, ko'ziga tik qarashga qo'rqardik. Hozir esa bolalarimizga gapirishdan qo'rqamiz. Yaxshi ko'rgan multigimizni ko'rish uchun butun hafta yakshanbani kutardik. Ko'chaga chiqib yarim soat o'ynash uchun esa avval uydagi hamma ishlarni qilishimiz va o'shandan keyin ruxsat olardik. Ota-onamiz ko'chadan bitta snikers olib kelsa, bizdan xursand odam yo'q edi. Hozirchi bolalarimiz kun bo'yi televizor tagida yotishi mumkin. Soatlab telefondan chiqmasligi mumkin. Bitta ish qildirish uchun esa yanami degan gaplarni eshitib zo'rg'a keyin joyidan turg'izishimiz mumkin. Va qancha harakat qilmaylik, bolalarimiz baribir kamchilik topadi, baribir noshukrlik qiladi. Nimaga? Chunki biz o'zimiz sababchimiz. Biz o'zimiz bolalikda olmagan, yemagan, bormagan hamma sharoitimizni bolamizga qilishga harakat qilib to'yintirib qo'yapmiz va natijada mana shunday iste'molchi pozitsiyasida bo'lgan, noshukur, sabrsiz, dangasa, motivatsiyasi nol bo'lgan farzandlarni yetishtiryapmiz. Aytishadi-ku, qiyinchilik, yo'qchilik davrida kuchli insonlar, qulay, hamma narsa bor sharoitda esa kuchsiz insonlar shakllanadi.